Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Bizga qo'ygan maqsadga yetishlik uchun bizga bog'liq bo'lgan, biz qilishimiz kerak bo'lgan ishlarni, sabablarni qoyim qilishimiz kerak. Sabablarni qoyim qilganimizdan keyin Alloh taologa tavakkul qilib, natijani Allohdan kutishligimiz kerak. Agar inson sabablarni qoyim qilmaydigan bo'lsa, bu odamni haqiqiy muvahhid deb bo'lmaydi. Hech narsa qilmasdan o'tirib olish, suv oqishiga qarab turish bu musulmonning xulqiga yarashmaydigan narsa. Farzanding kasal bo'lib qoladigan bo'lsa nima qilasan? Tabibga olib borasan. Eng yaxshi tabibga olib borasan. Sabab. Yozib bergan dorisini olasan. Sabab. Ko'rsatgan tavsiyasiga aytilganidek, yozilgandek qaraysan. Parhez qil degan bo'lsa parhez qilasan. Shuncha ishlarni qilib qo'yib turib, Parvardigor, shifo o'zingdan deysan. Shifoni tabibdan ham kutmaysan, doridan ham kutmaysan. Shifoni Allohdan kutasan. Mana shu eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Mana shu yo'l eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Farzandlar tarbiyasida ota o'ta muloyim bo'lib olishi bor yoki o'ta qattiq qo'l bo'lib olishi bor. Ikkalasi ham oson. Muloyim bo'lasiz, nima desa xo'p do'rasiz. Farzand itoat qilmasa ham xo'p do'rasiz, ayolingiz gap qaytarsa ham xo'p do'rasiz, bu oson. Yoki buni aksi, qo'pol bo'lib olasiz, dag'al bo'lib olasiz, qattiq qo'l bo'lib olasiz. So'kaverasiz, urushaverasiz, bu ham oson. Endi qiyini shu ikkalasining o'rtasini ushlash. Mo'tadil yo'lni ushlash. Demak, bir vaqtda o'zida ota ham yumshoq bo'lsin, ham talabchan bo'lsin. Ham oilasi uni yaxshi ko'rsin, ham haybatlanib tursin. Mo'tadil yo'lni ushladingiz, aytilgandek sizga bog'liq bo'lgan tarbiyani qildingiz, sababni qildingiz. Shunda ham nima deysiz? Endi meni bolam aniq zo'r odam bo'ladi deysizmi? Nima deysiz? Allohdan deysiz. Sababni qilmasdan Allohni o'ziga tavakkul qilishlik Alloh taologa nisbatan beadablik bo'ladi. Sababni qilib turib Allohga suyanmasdan sababni o'ziga suyanishlik shirk bo'ladi. Qaytarib aytaman. Sababni qildingiz, faqat sababga ishonib oldingiz. Shirk bo'ladi. Yoki sababni qilmasdan tavakkal qildingiz Allohga. Bu Allohga nisbatan beadoblik bo'ladi. Bizi ummat sifatli yuksalishimiz ikkita narsaga bog'liq. Sabab va tavakkulga. Faqat sababni o'zini qilib qo'yish ham oson. Faqat tavakkul qilib duo qilib o'tirib olish ham oson. Ikkalasini qilishlik qiyin bo'ladi va mana shu to'g'ri yo'l bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Va alamu anna ahadan minkum lan yunjiyahu amaluhu." Mana savobli amallarni qildi bir inson, 10 ta masjid qurdi, 1000 ta yetimni qaramog'iga oldi, qo'yingki, juda ko'p savob ishlarni qildi. Bo'ldimi endi? Jannatga kiradimi? Yo'q. Allohning xohishi bo'lmasa kirmaydi. Rasululloh aytadilar: "Bilinglarki, sizlardan birortangizlarda amalinglar uni najotga olib bormaydi. Amalda o'ziga suyansangiz, yutkizib qo'yasiz. Sizni amallaringizchi yo Rasululloh, meni amalim ham kifoya qilmaydi jannatga kirishimga. Illa an yataghammadani Allohu bi rahmatin minhu va fadlin." Men amallarni qilaman deyapti Rasululloh. Shundan keyin Alloh meni o'z rahmatiga olsa, fazl ko'rsatsa, rahmat bersa, shunda jannatga kiraman. Shuning uchun hech qaysi mu'min har qancha uni amali katta bo'lsin, jannatiyman deb xotirjam bo'lishga haqqi yo'q. Shuning uchun birodarlar, amal qilamiz, bu sababi jannatni, va duo qilamiz, umid qilamiz, bu ham bitta sababi. Sog'liqni saqlashlik uchun kerak bo'lgan sababni qildingiz, lekin Allohdan behojat bo'ldingiz. Natija qanaqa bo'ladi? Dardingiz cho'zilib yuraveradi. Unda nima qilish kerak? Tabib aytganini qilasiz, Allohga tavakkul qilasiz, shifoni Allohdan kutasiz. Kunlarning birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'tirgandilar. Ali ibn Abi Talibdan bir rivoyat. Qo'lida bir kaltak bor edi. Yerni chizib o'tirdilarda, boshini ko'tarib dedilar: "Ma minkum min nafsin illa wa qad ulima manziluhu minal jannati wan nar." Sizlardan biron nafs yo'qki, sizlardan biron bir nafs yo'qki, magar uning jannatdagi
va do'zaxdagi manzili ma'lumdir. Odam bolasi borki, jannati yoki do'zaxi ekanligi aniq. Taqdiriga yozilgan. Shunda sahobalar aytishdiki, "Ya Rasululloh, falima na'malu afala nattakil?" Unda nima qilamiz amal qilib? Taqdirda yozilgan narsaga suyanib o'tira olmaymizmi deyshti. Bir odamni Alloh taolo do'zaxi deb yozgan bo'lsa, har qancha jannatiy amalni qilsin, bar do'zaxga tushsa, yoki jannatiy deb yozilgan bo'lsa, har qancha do'zaxiy amalni qilgan bo'lsa, jannatga kiradigan bo'lsa, peshanaga yozilgan bo'lsa, nima qilamiz uni amal qilib deyshti. Rasululloh aytdilar, "La i'malu." Unda emas, amal qilinglar. Fa kullun muyassarun lima xuliqa lah. Amal qilinglar. Bas har bir kimsa u uchun yaralgan narsaga muyassar qilinadi deb ushbu oyatlarni tilovat qildilar. Fa amma man a'ta wattaqa va saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Har bitta odam onasini qornida 121 kunga to'lganda farishta kelib 4 ta narsani yozadi taqdiriga. Rizqini, ajalini, amalini va baxtli baxtsiz bo'lishini, ya'ni jannati do'zaxi bo'lishini. Onasini qornida yozib qo'yilgan. Birinchi ikkitasi hukm bo'lib yozilgan. Keyingi ikkitasi vasf bo'lib yozilgan. Rizqi bilan ajali hukm bo'lib yozilgan. Shunday bo'lsin dedi Alloh. Bu hukm, banda bunga hech qanaqa o'zgartirish kirita olmaydi. Hukm bo'lib yozilgan narsalar bizni o'g'il bola bo'lishimiz, kimni farzandi bo'lishimiz, qaysi millat vakili bo'lishimiz, qaysi zamonda, qaysi makonda yashashimiz, bu hukm bo'lib yozilgan. Rizq bilan ajal hukm bo'lib yozilgan. Bunga savob ham olmaymiz, gunoh ham olmaymiz. Endi ikkinchi qismi qiladigan, hayotda qiladigan ishlari va baxtli baxtsiz bo'lishi. Bu vasf bo'lib yozilgan. Qarang, Zayd musulmon bo'lsin desa hukm bo'lib qolardi. Endi Alloh taolo buni qilmadi. Zayd musulmon bo'ladi dedi. Ya'ni o'zini ixtiyori bilan, o'zini qiladigan amallari bilan degani. Binobarin jannati do'zaxi bo'ladi dedi. Ya'ni banda o'zi tanlab qiladi shu ishni. Agar hayotda qiladigan ishini mana bunday amallarni qilsin desa, unda bandada ixtiyor qolmay qolar edi. Tushundinglarmi? Hayotda qiladigan ishlari bilan jannati do'zaxi bo'lishligi vasf bo'lib yozilgan. Ya'ni hayotda qiladigan ishi o'zining ixtiyori, natijasi jannati do'zaxi bo'lishi ham ixtiyori. Alloh bandasini dunyoga kirgizmasdan turib, g'ayb olamida turganda dunyoga kirsa nima ishlarni ixtiyori bilan qilishligini oldindan bilib qo'ygan va shuni yozib qo'ygan. Shuning uchun siz birinchi ikkitasiga javobgar bo'lmaysiz, keyingi ikkitasiga javobgar bo'lasiz. Endi shuni qilish qilmaslik ixtiyoringizda. Agar siz hadisda aytilishiga ko'ra, agar siz jannatiy bo'lsangiz, jannatga olib boradigan ishlarni qilishingiz oson bo'ladi. Harom, gunoh, ma'siyat ishlarni tark qilishingiz oson bo'ladi. Hayotda qilayotgan ishlaringizga qarang. Jannatga olib boradigan ishlarni qilishingiz oson bo'lyaptimi? Umid qiling. Endi nima qoldi? Endi nima qoldi jannatga kirishingiz uchun? Allohning rahmati qoldi. Shuning uchun hech kim amali jannatga aniq olib kirib keta olmaydi. Faqat Allohning rahmati bo'lgandan keyin. Lekin banda Allohning rahmatidan umid qilish uchun hayotda solih amallarni qilgan bo'lish kerak. Amal qilinglar va bilinglarki, albatta sizlar muyassar qilinasizlar. Nimaga muyassar bo'lasiz? Alloh sizni nima uchun yaratgan edi? Rahim qilish uchunmi? Demak, Allohning rahmatiga muyassar bo'lasiz. Toat ibodatni bajaramiz, ilohiy maqsadni yuzaga chiqargan bo'lamiz. Endi bitta narsa qolyapti. Allohning rahmati, fazli. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'rashdi. Aroayta adwiyatan natadawa biha wa ruqan nastarqi biha wa tuqan nattaqiha. Hal taruddu min qadarillahi shay'an? Ya Rasululloh, shifo topish uchun biz ichayotgan dori, biz o'qiyotgan ruqya,
biz himoyalanish uchun qilayotgan sabablar Allohning qadarini o'zgartiradimi? Biz dori ichyapmiz. Alloh taolo taqdiriga kasal bo'lish yozilgan. Shu taqdiriga yozilgan narsani qaytaradimi? Payg'ambarimiz aytdilar, hiya min qadarillah. Ana shu dori ichish ham qadardan dedilar. Ya'ni dorini ichsang shifo topish degan variant ham yozilgan taqdirga, ichmasang kasaling davom etadi degan variant ham yozilgan. Tashqarida yomg'ir yog'yapti. Tashqariga chiqasiz, boshingiz ho'l bo'ladimi, bo'lmaydimi? Taqdirda yozilgan bo'lsa ho'l bo'ladi deysiz, taqdirda yozilmagan bo'lsa ho'l bo'lmaydi deysiz. Qaysinisi bo'ladi chiqsangiz hozir? Zo'ntiga ushlasangiz ho'l bo'lmaydi, zo'ntiga ushlamasangiz boshingiz ho'l bo'ladi. Ko'rdingizmi? Ikkala variant ham yozilgan. Faqat siz sababini qilib chiqdingiz, ho'l bo'lmadi. Otni minib keldi, baylash kerakmi, baylamaslik kerakmi? Baylasang turadi, baylamasang ketadi. Demak, kasal bo'lish ham Allohning qazosida bor, shifo topish ham Allohning qazosida bor. Dori ichsangiz, shifo topish qazosiga o'tdingiz. Agar dorini ichmasangiz, kasal qolishlik qazosida qoldingiz. Taqdirga sizni aziz mukarram bo'lishingiz ham yozilgan. Variant A. Sizni xor bo'lishingiz ham yozilgan. Variant B. Qaysinisini sababini qilsa shunisi keladi. Lekin ikkala variant ham bor. Tushuntira oladimmi? Bittasi albatta bo'ladi. Mashhur qissa. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan paytda mamlakatni aylanib yurar ekan, Shom yerlariga keldi o'zini jamoasi bilan, karvoni bilan. Shu paytda Shomda vabo kasali tarqagan edi. To'xtab qoldi, kirgani ikkilandi. Chunki vabo bor edi. Qaytmoqchi bo'ldi kirmasdan. Shunda Abu Bayda radhiyallohu anhu, "Ey Amiral Mu'minin, Allohning qazosidan qochasizmi? Allohning taqdiridan qochasizmi?" dedi. Kirgani qo'rqyapsizmi? Kirsam kasal yuqib qoladi deb qo'rqyapsizmi deganida. Deganida, "Ey Abu Bayda" dedi Umar ibn Xattob. "Shu gapni boshqasi aytsa bo'lar edi. Ha, Allohning qadaridan Allohning qadariga qochyapman" dedi. Kirsam vabo kasali yuqishi ham taqdirdan bo'ladi, kirmasam yuqmasligi ham taqdirdan bo'ladi. Allohning taqdiridan Allohning taqdiriga qochyapman dedi. Allohning qazosidan Allohning qazosiga qochyapman dedi. Ro'parangizda ikkita vodiy turibdi. Bir to'p qo'yda haydab ketyapsiz. Bittasida qurib qaqshab ketgan hamma yo'q. Ko'kat yo'q. Ikkinchisi ko'm-ko'k yam-yashil bo'lib turibdi. Qasinga haydaysiz qo'yingizni? Alloh bugun qo'ylarimni qonini to'yishini yozgan bo'lsa, sahroga haydasam ham bo'laveradi deb haydab ketasizmi? Yo, bu yoqqa haydaysizmi? Demak, u ham qazo qadar, bu ham qazoyi qadar. Siz nima qilasiz? Tanlaysiz. Biz taqdirimizga nima yozilganini bilmaymiz. Ammo o'zimiz xohlagan natijaga erishishlik uchun bizga bog'liq bo'lgan sababni qilamiz. Sababni zo'r qilamiz, keyin xuddi sabab qilmagandaqa Parvardigor o'zingga tavakkal qil deb yalanamiz. Undan keyin nima bo'lsa, demak Alloh shuni taqdir ekan deymiz. Taqdir vasf bo'lib yozilgan qismi bor, hukm bo'lib yozilgan qismi bor. Ixtiyorimizdan tashqari bo'lgan ishlar bu hukm bo'ladi. Millatingiz, qaysi joyda yashashingiz, kimi farzandi bo'lishingiz, bu rizqingiz hukm. Endi qiladigan ishlaringiz sizni ixtiyoringizda, bu vasf bo'lib yozilgan. Natija ham bir inson dunyoga kelib yashar ekan, hayotda muvaffaqiyat qozonishligi uchun, hayotda yutuqqa erishishligi uchun hayot haqidagi tasavvuri to'g'ri bo'lishligi kerak. Agar shu tasavvuri to'g'ri bo'lsa, bu inson muvaffaqiyatga erishadi. Agar hayot haqidagi tasavvuri noto'g'ri bo'lsa, bu odam mag'lubiyatga uchraydi, yutuqqa erishmaydi. Bir tolibi ilm o'sha yakunlovchi imtihonlarda hammasidan chiroyli baholar bilan, yaxshi baholar bilan o'tdi. Diplomni oldi. Ya'ni mana shu jamiadagi ta'limida, imtihon topshirishida tasavvuri to'g'ri edi, mana shu ish haqidagi. Shuning uchun
uni ishi muvaffaqiyat bilan tugadi. Imtihon nima, qanaqa bo'ladi, nima, shu haqidagi tasavvuri to'g'ri edi, vaqtini, kuchini, g'ayratini to'g'ri sarf qildi, demak muvaffaqiyatga erishdi. Endi xuddi shu imtihondan boshqa bir tolibi ilm yiqilgan bo'lsa, o'ta olmagan bo'lsa, demak shu imtihon haqidagi tasavvuri noto'g'ri edi. Shuning uchun kuch-quvvatini, mehnatini, harakatini, energiyasini noto'g'ri yo'naltirgan edi. Ummat islomiyaning avvalgi vakillari yer yuzidagi insonlarning hammasiga peshvo imom bo'lishdi. Ilm-fanda, odobda, axloqda, hunarda, hayotning hamma jabhalarida ustun bo'lishdi. Yerni mag'rib va mashriqidagi hamma insonlarga peshvo bo'lishdi. Ana shu musulmonlarning kalimalari oliy bo'ldi. Bunga nima sabab bo'ldi? Endi hozirgi davrga kelib bo'lsa, ummatun Muhammadiya mana shu ummatlarning oxirgisi qatoriga tushib qoldi. Boshqa xalqlar u ummatni boshqaradigan bo'lib qoldi. Yo'l ko'rsatadigan bo'lib qoldi. Bunga nima sabab bo'ldi? Sabab nima? Albatta bu o'ta muhim va jiddiy savol. Qur'on Qur'onligicha turibdi, sunnat sunnatligicha turibdi. Mana shu ikkita narsani ummatning avvalgi vakillari mahkam ushlashdi, kitobi sunnatni to'g'ri tushunishdi. Shuning uchun Alloh taolo ularni yer yuzida aziz va mukarram qildi. Ana shu musulmonlar yer yuzini obod qilishdi, xalqlarga peshvo bo'ldi. Ana shu xalqlarga rahm shafqat ko'rsatdi, imomlik qildi. Sahobalar islomni 100% to'g'ri tushungan. Bunda shubha yo'q. Endi ummatning bugungi vakillari esa aksariyati islomni noto'g'ri tushunib qolganligida ham shubha yo'q. Bir odamning katta kompaniyasi bor, yuk tashiydigan mashinalardan iborat. Ya'ni yuk tashiydi. 100 ga yaqin furasi bor. Oxirgi vaqtga kelib har kuni 10 ta, 15 ta mashinasini baloni otilib ketyapti. Avval unaqa bo'lmas edi. Buni ham bitta sababi bor. Endi xuddi shu kompaniyaga o'xshagan bitta boshqa kompaniya bor. Ammo ularda balonlarning otilishi bunaqa bo'lmayapti. Mashinasi ham, tashiydigan yuki ham bir xil ikkala kompaniya. Har safar balon otilib kelganda ana shu kompaniyaning mudiri shopirlarni malomat qilyapti. Aslida xato nima deydi? Bu kompaniyaning mudiriga kelib birov aql bo'luvdi. Mashinalarni g'ildiragini, damini baland qilib qo'ysa, yoqilg'i tejaladi. Shu tasavvurdan kelib chiqib turib, balonni damini baland qildi, shuning uchun gumillab otilaverdi. Demak, xato nimada ekan? Ana shu mudirni o'zini qilayotgan ishidagi fahmida, xato tasavvurida, shu ishni ilmidan bexabarligida. Hozirgi kundagi musulmonlar orasida keng tarqab ketgan muomalalar bir qarab chiqsak, nimalarga guvoh bo'lamiz? Bo'linish, bir-biri bilan teskari bo'lish, dunyoga berilish, hasad, gina, kudurat, qaloqlik. O'zi aslida dinni ushlasa ummat, ayni shu narsalarni yo'q qilardi din. Agar dinni to'g'ri tushunib, to'g'ri ushlab, to'g'ri amal qilinganida biz aytgan bu kasalliklarni ayni din yo'q qilishligi kerak edi. Demak, mana shu xatolar, mana shu kamchiliklar musulmonlar o'rtasida bormi? Demak, musulmonlarning dinini tushunishligida xato bor, tasavvurida kamchilik bor. Mana shu narsa bizni ummat sifatida boshqa ummatlardan qolib ketishimizning asosiy sababi bo'lyapti. Hammamiz xohlaymiz biz ummat peshvo bo'lishini, peshqadam bo'lishini, aziz bo'lishini, kuchli bo'lishini, musulmonlar hammadan ustun bo'lishini xohlaymiz. Albatta bu yaxshi niyat, yaxshi umid, tilak. Lekin shu narsani o'zi bizga kifoya qiladimi? Shu orzularni qilib qo'ysalar yetadimi? Xato qayerda? Mushkula qayerda? Muammo qayerda? Nima? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalari boshqachalardan yasalganmi? Yo ularning materiali boshqacha bo'lganmi? Yo'q, bizda odamlar bo'lgan. Unda nima? Qur'on o'zgarib qoldimi? Yo'q, Qur'on o'zgarmaydi. Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun dedi Alloh taolo. Albatta biz bu zikrni, Qur'onni o'zimiz nozil qildik va o'zimiz uni saqlaymiz degan. Unda nima? Sunnat o'zgardimi? Yo'q, birodarlar. Sunnat ham o'zgargani yo'q. Qur'on ham o'zgargani yo'q. Musulmonlarning dini haqidagi tasavvuri o'zgarib qoldi. Mana shu o'rinda
siz bilan biz aytayotgan bir manzilat bor. U manzilatning nomi sabablarni qoyim qilish. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu alaykum anfusakum. Ey mu'minlar, o'zingizlarni bilinglar. O'zingizlar bilan ovora bo'linglar. O'zingizlar bilan band bo'linglar. Bu nima degani? Siz atrofingizdagi odamlarga dinni to'g'ri tushunishlik, sunnatni to'g'ri bir fahmlashlik, dinga amal qilishlik to'g'risi qanaqa bo'lishligini tushuntirishga harakat qildingiz. Aytdingiz, dedingiz, misollarni keltirdingiz, dalillarni keltirdingiz, lekin odamlarni qanoatlantira olmadingiz. Unda nima bo'ladi? Unda o'zingiz bilan ovora bo'laverasiz endi. Nima deysiz? Men aytdim, tushuntirdim, qanoatlantirdim, hujjat dalilni keltirdim, hayotda misollarni ham keltirdim. Endi ularni to'g'ri yo'lga boshlab yuborishlik sizning zimmangizda, sizning toqatingizda emas. Sizdan yetkazib qo'yishlik xolos. Aytdingiz, xolamadimi? Bo'pti, arabasini tortaversin, zamaravingizni tortaverasiz. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, o'zing bilan ovora bo'l. O'zingni iymoniy holatingni tuzat, ilmiy holatingni tuzat, axloqiy holatingni tuzat. Din senga va'da qilgan samaralardan bitta o'zing foyda olaverasan. Ammo agar biz aytgan, ya'ni dinni to'g'ri tushunishlik, dinni to'g'ri fahmlashlik va to'g'ri amal qilishlik, bu narsani odamlarga yetkiza olsak, qabul qilib amal qilsa, yaxshilik hammamizga om bo'ladi. Aks holda o'zimiz bilan kifoyalanishimiz to'g'ri kerak bo'ladi. Sahobalar nimaga peshqadam bo'lishdi? Ilmda peshqadam, axloqda peshqadam, muomalada peshqadam, ibrat bo'lishdi. Nima uchun? Nima sababdan peshvo bo'lishdi? Nima uchun Alloh ularni yer yuzida o'zi va'da qilganidek mustaxlafin qildi? Nima uchun ularning kalimalari oliy bo'ldi? Nima sababdan Alloh ularni qo'lladi? Va nima sababdan biz orqada qolib ketdik? Bizning kalimamiz oliy bo'lmadi. Birodarlar, javob tasavvurimiz xatoligida muammo. Buni ta'kidlab aytamiz. Mushkulamiz islom haqidagi tasavvurimiz xatoligida. Masalan, bir haydovchi uzoq yo'lni mo'ljallab mashinasi bilan yo'lga chiqdi. Yo'lda ketayotgandi, yo'lda yarmiga borganda tabloda qizil chiroq yonib qoldi. Yog'ni chirog'i. Nima degani bu? Motorda yog'da muammo, yo oqyapti, yo yetmayapti, xullas. Endi shofir bu chiroqning nima ekanligini bilmaydi. Bu chiroq haqidagi tasavvuri noto'g'ri. Chiroqli chiroq ekan, biz ziynat uchun bo'lsa kerak deb ketaverdi. Natija nima bo'ladi? Motor ushlab qoladi, yarim yo'lda to'xtaydi, safardan qoladi, katta chiqimga tushadi. Agar shu shofirni shu chiroq haqidagi ilmi, tasavvuri to'g'ri bo'lganida to'xtar edi, bu narsani tuzatib olgan bo'lar edi. Tushunarli birodarlar, ummatning hozirgi holati xalqlarning ichida eng oxirgi bo'lib qolganligining sababi bizni din haqidagi, islom haqidagi tushunchamiz, tasavvurimizni noto'g'riligida. Bizning muammoimiz muammoni o'ylayapmiz-ku, lekin nima sababdan shu muammoga kelganligimizni nima qilmayapmiz, fikr qilmayapmiz. Nima uchun motor ushlab qoldi? Haydovchini tasavvuri, o'lchov tushunchasi noto'g'riligi sababli. Sabablarni qoyim qilish va tavhid. Allohni yakka deb bilgan muvahhid o'zi yetmoqchi bo'lgan maqsadga borish uchun o'ziga bog'liq bo'lgan sabablarni zo'r qilib qiladi, keyin natijani Allohga tavakkal deydi. Mana shu odam haqiqiy muvahhid bo'ladi. Ammo ayrim musulmonlarni qarasang, o'zini qilayotgan ishida Allohga tavakkal qildim deydi, lekin sababini qilmayotganligini ko'rasiz. Sababni qilmasdan Allohga tavakkul qilish tavakkul deyiladi. Nima degani? Beparvo bo'lish degani. Otni baylamasdan nima qilish? Tavakkul deyish. Qalbi mushrik, qalbi Zayd bilan Ubaydga suyanib qolgan, shularga ishonadi, lekin Allohga tavakkul qildim deydi. Allohga xos bo'lgan narsani bandaga xoslasa, banda shirk keltirgan bo'ladi. Aslida qanaqa bo'lish kerak edi? Sababini zo'r qilish kerak edi va qalbini Allohga topshirishligi kerak edi. La robba illalloh. Allohdan boshqa rob yo'q. La xoliqa illalloh. Allohdan o'zga yaratuvchi yo'q.
La mu'tiya illalloh. Allohdan boshqa beradigan hech kim yo'q. Va la mani'a illalloh. Allohdan boshqa man qiluvchi yo'q. La mu'izza illalloh. Allohdan boshqa aziz qiluvchi yo'q. Va la mudilla illalloh. Allohdan o'zga xor qiluvchi yo'q. Birodarlar, tavhidni ikkita mustavosi bor. Qavli va nafsiy. Qavli bu Allohni yakkalash, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deyish. Bu oson. Ammo nafsiy tavhid qiyin. Chunki tilida kalimani aytib turib, hayotda qilayotgan ishi bunga teskari bo'ladigan bo'lsa, bu odamning tavhidi komil deyilmaydi. Va ma yu'minu aksaruhum billahi illa va hum mushrikun. Ularning ko'plari Allohga faqat mushrik bo'lgan hollaridagina iymon keltiradilar. Tilida kalima bor, ammo qalbi boshqa narsalarga suyanadi. Qalbi boshqa narsalarga tavakkul qiladi. Taassuf bu xato faqat o'lchov tushunchamizda emas-da. Bu xato hayotimizga, sulukiyatimizga ham aralashib ketgan. Tavhid sabablarni qoyim qilishlikni talab qiladi. O'g'lingiz kasal bo'lib qoldi. Allohga tavakkal qildim deb o'tiraverasizmi? Men Allohni yakka degan muvahhidman, Allohga tavakkul deb o'tiraverasizmi? Yo'q. Tavakkul deb hech narsa qilmasdan o'tirishlik bu johillik bo'ladi. Ahmad semirib ketdi. Vazn og'irlashib ketdi, sport bilan shug'ullanmaydi. Aytadiki, 1 yilda dedi, men 1 yilda bir marta Alloh taologa qattiq duo qilib salomat qilishini so'raganman. Inshaalloh shuni o'zi yetadi dedi. Nima bo'ladi bu? Bu ayni johillik bo'ladi. Yoki kattaroq miqdordagi savdo molingiz muzlab qolib ketdi. Buni ham nimasi bor? Sababi bor. Sen shu molni sotib olishdan oldin bozorda o'rgandingmi? Narx-navoni ko'rdingmi? Aytilgan vaqtga yetkazib keldingmi? Bozorda o'rgandingmi? Sezonni hisobga oldingmi? Modomiki musulmonlar mana shunga o'xshagan johilliklar qolib ketar ekan, mushkulalarimiz tugamaydi. Endi bir zo'r gapimiz bor bizning. Bir muammoga kirib qolsak, aytamizki, endi Allohning taqdiri ekan. Alloh shuni xohlagan ekan. Endi qo'limizdan nima ham kelar edi? Taqdir. Axir taqdirga iymon keltirganmiz-ku deydi. Shunga o'xshagan chiroyli so'zlar bilan o'zini nuqsonini nima qilmoqchi bo'ladi? Yopmoqchi bo'ladi. Sahobalar bunaqa yo'l tushmagan, birodarlar. Agar tavhidni yaxshi tushungan bo'lsangiz, bunaqa yo'l tushishingiz kerak emas. Sababni zo'r qilasiz, natijani Allohga topshirasiz, xotirjam turasiz. Mana shu haqiqiy tavakkulchilik bo'ladi. Xullas, foyda topish uchun qilishingiz kerak bo'lgan qanaqa ishlar bo'lsa qilasiz, u yog'ini Allohga tavakkal deysiz. Agar Muhammad alayhisolamning chinakam ummati bo'lishni xohlasak, ashoblarning yo'liga ergashishimiz kerak bo'ladi, sabablarni qoyim qilishimiz kerak bo'ladi. Mana Alloh taolaning eng sevimli bandasi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Hammamizdan Allohga mahbub. Hammamizdan Allohni yaxshi taniydi. Hammamizdan ko'ra Allohdan ko'proq qo'rqadi. Shu zot har qanday duosi ijobat bo'lgan zot o'zini hayotida chiqqan muammolarini duo bilan hal qilmagan. Masalan, Badr g'azotiga chiqqanida 314 ta musulmon, 1000 ta mushrik. Qo'lini ko'tarib, Parvardigor, o'zing tinchitib qo'ygin deb o'tirardilarmi? Yo menga ikkita bir farishtani tushirib qo'y, shular muammoni hal qilib qo'ysin dedilarmi? Yo'q. Duo qilsa ijobat bo'lishi aniq bo'lgan zot oddiy odamlar qilish kerak bo'lgan ishni ko'rsatib berdilar. Yoki Xandaq g'azotida 3000 kishi bo'lib Xandaq qazishdi. Mushriklarning adadi katta ekanligini bilganidan keyin Rasululloh oddiy inson nima qilish kerak? Sababini qilish kerak. O 3 kilometrga yaqin Xandaqni 3000 kishi bilan kavladilar. Agar faqatgina duo bilan ish bitadigan bo'lganida Muhammad alayhisolamning duosi aniq ijobat edi. Yo'q, Rasululloh unday qilmadilar. Toki ummatlari o'rgansin sunnat nima ekanligini. Hijrat qilganini ko'rmaymizmi? Alloh azza va jalla payg'ambarimizga hijrat qilishga izn berganida 10 ga yaqin sababni qildilar. Bo'lmasam bitta duoni qilib, "Amin Parvardigor, o'zim hijratimni bexatar qilgan safarimni Allohu akbar" deb turib, shunda ko'zga ko'rinmasdan Madinaga yetib qolishi mumkinmidi? Yoki ikkita farishtaning qanotiga chiqib borib olishi mumkinmidi? Yo'q, unday qilmadilar.
Maqsad esalomon Madinaga hijrat qilib borib olish. Maqsad shu. Endi bunga olib boradigan sabablarni qarang. Rasululloh xabarni maxfiy qilishlik uchun Makkaliklar uyda o'tiradigan issiq paytda uydan chiqdilar. 1. Yuzini to'sib oldilar. 2. Abu Bakr Siddiqning uyiga kirib turib, yonida turgan qizlarni chiqaring bularni, maxfiy xabar bor dedilar. Hijrat qilayotganlarida Rasululloh o'zini to'shagiga Ali ibn Abi Talibni yotkizib qo'ydilar. Shimolga Yuristoniga janubga yurdilar. Savr g'origa borib 3 kun o'tirdilar. 3 kun o'tirib keyin ketdilar. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun biz faqatgina duo qilib o'tirib sababini qilmaydigan bo'lsak, biz hargiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning haqiqiy ummati bo'la olmaymiz. Agar sen birodar haqiqiy muvahhid bo'ladigan bo'lsang, sabablarni qilishing kerak, beparvo bo'lmagin. Sabablarni qoyim qilishing, astagfirullah. Va in min shay'in illa indana khaza'inuhu va ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Har bir narsaning asli manbai bizning dargohimizdadir. Biz u narsalarni aniq o'lchov bilan sizlarga tushiramiz. Rizqimiz Alloh taoloning huzurida, Alloh taolo tushiradi o'lchov bilan. Boshqa oyatda aytadi: "Inna kulla shay'in xalaqnahu biqadar." Albatta biz har bir narsani aniq o'lchov bilan, taqdir bilan yaratganmiz, o'lchab qo'yganmiz. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta aada kal urjunil qadim. Biz oyni ham toki u eski xurmo butog'i kabi egilib hilol holiga kelib qolgunicha bir necha manzilga belgilab, tayinlab qo'yganmiz, taqdir qilib qo'yganmiz. U belgilangan, taqdir qilingan o'lchovdan tashqariga chiqa olmaydi. Vallohu yuqaddirul layla wan nahar. Kechani ham, kunduzni ham soatlarini Alloh taolo belgilaydi. Va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Innalloha balighu amrihi qad ja'alallohu likulli shay'in qadra. Kim taqvo qilsa, Alloh uni u banda o'ylamagan tomondan rizqini yetkazib qo'yadi. Kim Allohga tavakkul qilsa, bu odamning ishi Allohning qo'lida bo'ladi. Albatta Alloh o'zi xohlagan ishiga yetguvchidir. Dar haqiqat Alloh barcha narsa uchun miqdor o'lchov qilib qo'ygandir. Ya'ni taqdir qilib qo'ygan har bitta narsani deydi. Hammani bir xil qilib qo'yishlikka Alloh taolo rizqini bir xil qilib qo'yishlikka qodir. Alloh hammani bir xil boy qilib qo'yishga qodir. Lekin nimaga birovni boy bo'lishini taqdir qildi, birovni faqir bo'lishini? Alloh taolo buni rizqini bir xil qila olmaganligidan, ojizligidan emas, hoşalillah. Alloh saqlasin. Bir bandaning rizqi keng, bir bandaniki tor. Bu imtihon uchun, adab berishlik uchun. Mana Alloh taolo agar hammani boy qilib qo'ysa, nima bo'lishligini aytayapti. Faraz qiling, hamma boy. Zo'r bo'lamidi? Siz zo'r bo'ladi deb o'ylaysiz, insoniy aqli, ojiz aqlingiz bilan. Zakotni kim oladi unda? Astagfirullah. Walau basatallohu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Innahu bi ibadihi xabirun basir. Agar Alloh hamma bandalarning rizqlarini keng, mo'l qilsa, ya'ni hammani boy qilib qo'ysa, kambag'al bo'lmasa, muhtojlik bo'lmasa, nima bo'lardi? Albatta ular yer yuzida zulm, tajovuzkorlik qilgan bo'lar edilar. Ana nima bo'lardi? Lekin u zot bandalarning rizq ro'zlarini o'zi xohlaganicha o'lchov bilan tushirur. Albatta u bandalaridan ogoh va ko'rib turuvchidir. Mana nima bo'lardi ekan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Alloh taolo bu borliqda hamma narsani nizom bilan, tartib bilan, o'lchov bilan yaratib qo'ygan. Alloh azza va jalla bu koinot ustiga qo'ygan qonunlari bor, sabablari bor. Bu borliq sabab va natijalar qonuni ustida turadi. Sabab va natijalar. Semirib ketdingiz. Bu natija. Uni sababi bor. Nima edi u? Yaxshi bilasizlar uni nimaligini. Yeyishda tartib yo'q,
ko'p ovqatlanadi, jismoniy harakat yo'q, sport bilan shug'ullanish yo'q. Shular sabab bo'ldi. Keyin qarabsizki, vesiz kattayib ketdi, qonni chiqib ketdi. Biz o'zimizni mo'min deb da'vo qilar ekanmiz. Alloh taoloning mana shu qonunlariga beparvo bo'lishimiz yarashmaydi. U qo'yilgan qonun qoidalarga, sabablarga bepisand bo'ladigan bo'lish siz bilan bizni birodarlar mashaqqatli holatlarga olib kelib qo'yadi. Sabablarni qoyim qilmaslik. Qaysi mo'min banda sabablarga beparvolik qilsa, u odam Allohga nisbatan beodoblik qilgan bo'ladi. Tushunarlimi? Uzoq safarga ketayotgan odam albatta mashinasini ham yo'g'ini qarashligi kerak, imkon boricha tekshirishligi kerak. Mana shular sabablarni qoyim qilishlik deyiladi. Yog'ini qaradi, hadovoyini qaradi, antifrizini qaradi, xullas korobkasini qaradi, balonini qaradi, hamma yo'lda ko'rib chiqdi. Shunda ham mashinasi buzilib yo'lda qolib ketgan bo'lsa, endi Allohning taqdiri. Endi u gunohkor emas. Chunki nima qildi? Sababini qildi. Biroq qiz ko'rmayapti. Qiz farzandli bo'la olmayapti. Hamma yo'lda qildi, bo'lmayapti. Demak, yo'q ekan taqdirda. Yoki aksincha, o'g'il ko'ra olmayapti. Hamma sababini qildi. Bo'lmadimi? Endi nima qilish kerak bular? Endi rozi bo'lib qabul qilish kerak. Bizni taqdirga roziligimiz birodarlar qalbimizga xotirjamlik beradi. Chunki siz hamma sababni qiluvdingiz ham bo'lmadimi? Demak, Alloh shuni xohlamagan ekan deysizda, xotirjam bo'lasiz. Tushunarlimi? Nimaga pul topmayapsan? Nimaga onalarda bir ishlab kelmayapsan deb otalar bolalarni malomat qilmasin. Agar ishlayotgan bo'lsa bolalar. Demak, hozir emas ekanda, kelajakda bo'lar ekanda. Agar biz sababni qilmasak, Alloh bilan bir odob bilan muomala qilmasak, Alloh taoloni hargiz nusratiga haqli bo'lmaymiz, qo'llashiga loyiq bo'lmaymiz. Masalan, o'zingizning bir xususiy chastni maktabingiz bor. O'ziga yarasha tartibi bor. Soat 8 da o'quvchilar kelish kerak. Kim kech qolsa kirmaydi. Endi yaqin bir do'stingizni, o'rtog'ingizni bolasi sizni maktabingizda o'qiydi, doim 9 da keladi. Nima qilasiz? Kelataverasizmi? Yo'q. Tartib bor, intizom bor. O'rtog'ingiz xafa bo'lsa-chi? Xafa bo'lsa ham mayli. Agar u o'rtog'ingiz sizni hurmat qilsa, bolasini kirgizmasangiz xafa bo'lmaslik kerak. Chunki nima bor? Tartib, intizom bor. Shuning uchun Alloh taolo qo'ygan tartib, intizomni sababni mo'minlar qilmasa, mo'minlarga ham ta'zir beriladi. Biz oldimizga qo'ygan maqsadga yetishlik uchun bizga bog'liq bo'lgan sabablar bor. Maqsadimizga yetishlik uchun qilishimiz kerak bo'lgan sabablarni gaplashyapmiz. Biz birovga sababni mukammal qil deya olmaymiz. Sababi inson o'zi ojiz bo'lgandan keyin sabablari ham mukammal bo'lmaydi. Hech kim mukammal qila olmaydi. Garchi mukammal qilib yuborish qo'lidan kelsa ham Alloh xohlamasa bo'lmaydi u ish. Ma'qulmi? 90 minut yugurasan, bitta rikoshet bilan gol yutkizdingda. Chiqib olib bir-birimizni yoqamizdan olmaymiz biz. Chunki bor kuchimizni sarfladik. Uni nima qilish kerak? Endi qabul qilib rozi bo'lishlik kerak. Masalan, Alloh taolo mana shu koinotga qo'ygan qonunlar. Siz uni tan olasizmi, tan olmaysizmi, u qonun ishlaydi. Qaytarib o'taman. Haligi qonunni bilmasdan buzib qo'ysangiz, men bilmagan ekanman qonun borligini desa, qonunni bilmaganligi sizni javobgarlikdan ozod qilmaydi-ku. Xuddi shunga o'xshagandek Alloh taolo bu koinotga qo'ygan qonunlari bor. Siz uni bilasizmi, bilmaysizmi, tan olasizmi, olmaysizmi, ishlaydi ustingizda. Masalan, osmonda uchib ketayotgan samolyotdan irg'ib olgan odamni tirik qolishi mahol. Siz uni biluvdingizmi, bilmadingizmi, irg'isangiz o'lasiz. Yana qaytarib aytaman, bu qonunlar siz bilsangiz, bilmasangiz, tan olsangiz, olmasangiz nima bo'ladi? Ustingizda ishlaydi. Hozirgi kundagi musulmonlarning ahvoli ham ana shu azizlikka sabab bo'ladigan ishlarni qilishmadi. Xorlikka sabab bo'ladigan ishlarni qildi. Garchi musulmon bo'lsa ham ummatda oxirgisi bo'lib qoldik siz bilan biz. Hozirgi kundagi musulmonlarning ahvoli mana shu Alloh tomonidan berilgan odob bo'ladi, birodarlar. Sababiyat qonuni. Birodarlar, barcha mavjudotlar
Alloh taoloning irodasi bilan vujudga keladi. Allohning xohishisiz hech narsa bo'lmaydi. Alloh xohlagan narsa bo'ladi, Alloh xohlamagan narsa bo'lmaydi. Endi sababiyat qonuni haqida bizning e'tiqodimiz qanaqa bo'lishi kerak? Banda qilish kerak bo'lgan sabablar. Demak, oldimizda ikkita narsa turibdi. Allohning xohishi va bandalarning qilish kerak bo'lgan ishi. Asli sabab tayin qilingan sabab deyiladi. Oldimizda ikkita sabab bor. Asli sabab, tayin qilingan sabab. Asli sabab nima? Allohning xohishi. Tayin qilingan sabab bandalarning qilish kerak bo'lgan ishi. Tushunarli bo'ldi? Asli sabab Allohning xohishi, tayin qilingan sabab bandalarning qilish kerak bo'lgan ishi. Masalan, yomg'ir yog'ishi o'simliklarning o'sishiga sabab. Olov qog'ozni yonib ketishiga sabab. Suv chanqoqning qolishiga sabab. O't kuydirmaydi o'zi agar Alloh xohlamasa. Suv chanqoqni qoldirmaydi agar Alloh xohlamasa. Ko'katni suv o'stirmaydi, Allohning xohishi o'stiradi. Qog'ozni o't kuydirmaydi, Allohning xohishi kuydiradi. Suv chanqoqni qoldirmaydi, Allohning xohishi qondiradi. Tushunarlimi? Bu suv, o't, yomg'ir bu bor yo'g'i sabablar. Farzand dunyoga kelishiga ham erkak ayolni birga bo'lishligi sabab. U tayin qilingan sabab xolos. Agar Alloh xohlamagan bo'lsa, farzand bo'lmaydi. Tushunarlimi? Mana shu bandalar qiladigan sabablarning hech narsa emasligini Alloh taolo ba'zida ko'rsatib qo'yadi bizga. Nima deymiz? Masalan, Ibrohim alayhissalomni qavmi kuydirib o'ldirishlik uchun juda ham katta miqdorda o'tin yig'ishdi. 2 qavatli imoratchalik keladigan o'tin yig'ishdi. O'tni yoqishdi. O't shunday baland yondiki, yoniga kelishga iloji bo'lmay qoldi. Mana sabab bor. Odamlar o'zlariga bog'liq bo'lgan sababni qilishdi. O'tni, gulxanni juda ham katta qilib yoqdi. Ibrohim alayhissalomni manjaniqqa o'tkazib otishdi. O'tni ichiga tushdi. Endi nima bo'lishi kerak? Odamlarning tasavvurida kuyib ketish kerakmi? Xo'p, kuydimi? Kuymadi. Demak, o't kuydirmas ekan. O't kuyishlikka bor yo'q nima ekan? Sabab ekan. O't kuydirmas ekan, nima kuydirar ekan? Allohning xohishi kuydirar ekan. Demak, bandalarning qilayotgan ishi hech narsa emas. Allohning xohishi eng asosiy narsa ekanligini ko'rsatish uchun Alloh ba'zida mana shu narsalarni ko'rsatib qo'yapti. Ikkinchi misol. Tushundinglarmi nima haqida gap ketyapti? Seni yugurganing hech narsa emas. Natija Allohning qo'lida. Ismoil alayhissalomni otasi Ibrohim alayhissalom yerga yotqizdi, oyoq qo'lini bog'ladi, pichoqni tomog'iga qo'ydi, tortdi. Ismoil alayhissalomning so'yilishiga, qon oqishiga sabab qilindi. Kesdimi pichoq? Nima uchun kesmadi? Chunki Alloh kesilishligini xohlamadi. Demak, pichoq kesmaydi. Nima kesadi? Allohning xohishi. Yana bir misol. Yunus alayhissalomni qavm kemadan dengizga uloqtirdi. Cho'kib o'lishi uchun. Kamiga yetmagandek katta kit yutib dengizdagi olib tushib ketdi. Kitni qornida, dengizning tubida 40 kun qolib ketdi. Yunus alayhissalom o'lishi uchun sabablar qilindi. Lekin o'ldimi? Nima uchun o'lmadi? Alloh xohlamagan edi. Demak, suv cho'ktirmaydi, havosizlik o'ldirmaydi, Allohning xohishi o'ldiradi. Sulaymon alayhissalom kechada qorakalarimiz o'qidi. 1000 ta xotini bor edi. Bir kechada aylanib chiqaman dedi. Hammasi bittadan o'g'il tug'adi dedi. Sababini qildi, aylanib chiqdi. Nima bo'ldi? Yarimta bola tug'ildi. Men qilaman 30, Xudoyim qiladi 9. Demak 9 da u. Tayin qilingan sabab inson qilish kerak bo'lgan ishlar
Lekin baribir kimning xohishi bo'ladi? Allohning xohishi bo'ladi. Yana misol. Bir odam boy bo'lmoqchi. Endi bu yerda ikkita sabab kerak. Bandani qiladigan ishi va Allohning xohishi. Alloh sizni boy bo'lishingizni xohlagan, xohlamaganini bilasizmi siz? Bilmaysizmi? Taqdiringizni bilmaysiz. Demak buni qo'yasiz. Allohning xohishi nima ekanligini bilmaysiz, buni qo'yasiz-da, o'zingizga bog'liq bo'lgan sabablarni qilasiz. Endi menga aytinglar, boy bo'lish uchun nima qilish kerak? Shu sabab qaysi? Ishlash kerak. Ishlash kerak, ishlash kerak. Hammalar boymisizlar? Hammalar ishlayapsizlar. Hammalar boymisizlar? Yo'q. Yema, ichma, bo'l baxil. Boy bo'lmasang men kafil. Bekallarning 5 tasini aytibsiz. Agar insonni qilgan sababi albatta natijani olib keladigan bo'lsa, hammamiz ishlayapmiz, birodarlar. Demak, sizni boy qiladigan nima ekan? Allohning xohishi. Endi uni bilmaysiz-da siz. Lekin insoniy sababni qilyapsiz. Endi bo'lmayapsizmi boy? Demak, Alloh xohlamagan ekan deydi. Demak, Alloh xohish ekan deb rozi bo'ling. Mana shu rozi bo'lishi sizni boyligingiz. Endi domla nima bo'ldi? Umid tuzamizmi endi boy bo'lishdan? Qayoqdan bilasiz? 1 yil bermas, keyingi yil berar. 10 yildan keyin berar. Siz sababni qilishingiz kerak. Hop bir odam shunaqa qildi. Ishladi, yana ishladi, baxil ham bo'ldi. Boy bo'ldimi? Yo'q. Har qancha sababni zo'r qilmang, agar Allohning xohishi bo'lmasa, siz boy bo'lmaysiz. Chunki ishlayotgan hamma odam boy emas-da. Va ishlamayotgan hamma odam kambag'al ham emas-da. To'g'rimi? Ishlamagan ham katta ishlab yuribdimi? Nima uchun? Alloh xohlagan ekan. Yoki birov farzandli bo'lishni maqsad qildi. Maqsadiga yetishni nima qilish kerak? Uylanish kerak va harakat qilish kerak. Endi shu ikkala ishni qilgan hamma farzandli bo'lyaptimi? Yo'q, demak Allohning xohishi. Xo'p, eng asosiy narsa Allohning xohishi ekan. Nima? Unda sababni qilmaslik kerakmi? Yo'q, sababni qilasan. Sababni qilasan va asosiy narsa sabab emas, Allohning xohishi deysan. Bu uni qilsin, uni qilish kerak. O'sha tabiblar aytayaptimi? Mana uni qilish kerak, qilish kerak. Lekin eng muhimi qanaqa natija bo'lsa ham rozi bo'lishingiz kerak. Shunisi bilan musulmon odam boy bo'ladi, shunisi bilan odam musulmon odam baxtli bo'ladi. Nimasi bilan? Taqdirga roziligi bilan. Sizni qilgan ishingiz 100% maqsadga yetkazadigan sabab bo'lmaydi. Demak, suv ko'katni o'sishiga sabab xolos. Suv o'stirmaydi, Allohning xohishi o'stiradi. Olov qog'ozni kuyishiga sabab xolos. Qog'ozni olov kuydirmaydi, Allohning xohishi kuydiradi. Pichoq kesmaydi, Allohning xohishi kesadi. Balandlikdan qulash odamni o'ldirmaydi. Balandlik sabab xolos. Insonni Allohning xohishi o'ldiradi. Dalil o'sha avia katastrofa bo'lib turib 200 ta odamdan 2 ta odam tirik qolibdi deydi. 198 ta odam o'ldi tushib, abjag'i chiqib ketdi. Lekin 2 ta odam tirik qoldi. Demak, Alloh xohlamagan ekanda, agar balandlik o'ldirsa, hammasi o'lish kerak edi. Hali kreslasi bilan qorga sanchilib qoldi deydi, daraxt kelashib qoldi, xolos binasa bo'ldi, tirik qoldi-da. Endi oldimizga qo'ygan maqsadga yetish uchun ikkita narsa kerak ekan, ikkita sabab. Asliy sabab, tayin qilingan sabab. Asliy sabab Allohning xohishi ekan, tayin qilingan sabab bandani qilish kerak bo'lgan ish ekan. Buni hal qildik-a? Endi tayin qilingan sabab ham ikkiga bo'linadi. Qaysi sabab edi bu? Inson qilish kerak bo'lgan sabab. Inson his qiladigan sabab bor va inson his qila olmaydigan sabab bor. Siz qiladigan ishlarni, sabablarni ikkiga bo'lamiz. Siz his qila olasiz, tushunadigan sabab bor va siz tushunmaydigan sabab bor. Masalan, bir odam bekami ko'z, boy badavlat, kengchilikda xotirjam sog'lom yashamoqchi. Sog'lom yashamoqchi, uzoq umr ko'rmoqchi. Endi
bu maqsadiga olib boradigan ishlar uchun sabab kerak. Aqlga keladigan birinchi sabab qaysi? Mana siz bilan biz his qiladigan sabablar. Nima qilish kerak? Yana ishlash kerak. Ishlash kerak. Mana shu xullas ene boy bo'lamiz deyapsiz. Va bu mehnat qilish kerak degan gapni kofir ham aytayapti, musulmon ham aytayapti. Va hamma shu ishni qilyapti. Chunki nima qilyapti bu sababda? His qilyapti, tushunyapti, anglayapti. Shuning uchun hamma ishlayapti. Endi siz badavlat bo'lishingiz uchun, mo'l-ko'l yashashligingiz uchun qilish kerak bo'lgan ikkinchi sabab bor. Siz his qilmaydigan. Nima u? Sila rahim, to'ppa-to'g'ri. Ihson, xaloyiqqa yaxshilik qilish, duo olish. Ihson qil, rizqing keng bo'ladi desa, iymon e'tiqoddan uzoq odam deydi. Pulimni bersam deydi. Qana qilib mo'l-ko'l yashayman deydi. Tushunmaydi, ko'rdingizmi? His qilmaydi deganda shuni aytyapmiz. Xoling banesa ekan ko'rib qo'y desa, vaqtim yo'q deysiz. Nimaga desiz, ishdan qolasiz-da. Ishlashdan maqsad boy bo'lishidir. Endi ammeni, xolingni, havarogani bolsang, rizqing keng bo'ladi, siyla rahmni qilsang zo'r bo'ladi desa, meni boy bo'lishimga nima aloqasi bor buni deydi. O'shuning uchun aytayapmiz-da, his qilmaydigan deb. Endi shundaylarmi his qilmaydigan sababda? Yana boshdan boshlaymiz. Maqsadga yetish uchun ikkita sabab bor. Allohning xohishi va bandani qiladigan ishi. Asli sabab, tayin qilingan sabab. Biz asli sababni nima ekanligini bilmaymiz. Allohning xohishini bilmaymiz. Buni qo'yamiz. Bizga nima qoladi? O'zimizga bog'liq bo'lgan sabablar qoladi. U sabablar ikki xil bo'ladi. Siz his qila oladigan, tushunadigan va siz his qilmaydigan. Siz tushunmaydigan. Xo'p, endi biz qilishimiz kerak bo'lgan tayin qilingan sababni ikkalasini ham qildik. His qilinadiganni ham, his qilinmaydiganni ham. Endi aniq boy bo'lamiz deymizmi? Baribir shunga borib taqaldimi? Siz his qilinadigan sababni ham, his qilinmaydigan sababni ham zo'r qilib qildingiz. O'shundan keyin nima deysiz? Alloh xohlagan bo'lsa bo'ladi deysiz, boylikni. Odamlarni juda ko'p qismi, xususan musulmon birodarlarimiz ham juda ko'p qismi mana shu tayin qilingan sababni ikkinchisi his qilinmaydigan sabablarga juda e'tiborsiz. O'shuning uchun ishlayveradi, barakasi bo'lmaydi. Payg'ambarimiz aytganlaridek, kim umrini uzun, rizqini keng bo'lishini xohlasa, sila rahmni o'rniga qo'ysin deydi. Alloh yo'lida qilgan ihsoniylarda Alloh taolo 10 baravar, 700 baravar va undan ham ko'proq qilib qaytarib beradi deydi. Siz ikkala sababni ham qildingiz, tavakkalni ham qildingiz. Eng asosiysi o'sha sababni qilganingizdan keyin, Allohga tavakkal qilganingizdan keyin nima bo'lsa ham, qanaqa natija kelsa ham rozi. Tog' toshlar Allohni zikr qiluvchilar bilan faxrlanadi. Allohni ko'p zikr qiluvchi banda munofiqligidan omon bo'ladi. Amallar ichida zikrning o'ziga xos lazzati bor. Shuning uchun ham zikr majlislari jannat bog'lari deb atalgan. Yo'lda, uyda, safarda, hazarda zikrni bardavom qilish bandaning qiyomat kunidagi guvohlari ko'payishiga sabab bo'ladi. Zikr yuzga bu dunyoda go'zallik va oxiratda nur ato qiladi. Bilasizmi, nurli bo'ladi bir odam. Husni o'rtacha bo'ladi, ehtimol ko'rimsiz bo'ladi, lekin yuzida nur bo'ladi. Nima sabab desa, zikrni ko'p qilgan bu odam. Demak, zikr yuzga bu dunyoda go'zallik va oxiratda nur ato qiladi. Zikr bandaning Rob tomonidan tasdiq qilinishiga sabab bo'ladi. Zikrni bardavom qilish nafil amallar o'rniga o'tadi. Banda kengchilik vaqtida Allohni zikr qilsa, Alloh torlik, tanglik vaqtida mana shu bandani zikr qiladi. Birodarlar, zikr jasadni ham, qalbni ham shifosi va davosi.
Safarga chiqding, Allohni zikr qil. Baland tog'ga ko'tarilding, Allohni zikr qil. To'lqinlanayotgan dengizni ko'rding, subhanallohda Allohni zikr qil. Musaffo ko'm-ko'k osmonni ko'rding, Allohni zikr qil. Yurganingda, turganingda, uyda, ko'chada, tijoratda, yurish-turishda Allohni zikr qil. Allohning huzurida bandaning qadr-qiymati. Allohning nazdida bandaning qadr-qiymati. Har bittamiz xohlaymiz bitta narsani. Nima u? Allohning nazdida meni qadrim qanchalik ekan? Shuni bilishni har bittamiz xohlaymiz. Alloh meni qadrlarmikin? Alloh meni yaxshi ko'rarmikin degan savol bor. Unday bo'lsa, qara birodar. Seni huzuringda Alloh taoloning manzilati qanchalik? Seni huzuringda Allohning amri, nahiylari qanchalar qadrlik? Seni huzuringda Allohning zikri qanchalar qadrlik? Agar seni huzuringda Alloh, uning buyruq qaytariqlari va zikri eng birinchi o'rinda bo'lsa, qadrli bo'lsa, xursand bo'l. Sen ham Alloh uchun qadrli ekansan. Hayotingda seni nimalar mashg'ul qilyapti? Nimalar bilan bandsan, nimalar bilan ovorasan? Nimani g'ami bilan yuribsan? Kimdir g'ami Allohning rizosi. Uni butun borlig'ini mana shu narsa band qilgan. Mashina minayotganda ham Alloh norozi bo'ladigandaqa haydamaydi. Tijorat qilayotganda Alloh buyurgandaqa bo'lishga harakat qiladi. Qo'yingki hayotida Alloh qanday buyurgan bo'lsa shunday bo'lishlikka va nimadan qaytargan bo'lsa shunday bo'lmaslikka harakat qiladi va mana shu Allohni zikr qilgan bo'ladi. Qalbini eng to'rini Alloh egallaganmi? Demak, Alloh uchun shu banda ham shunchalar qadrli bo'ladi. Yana kimdir buni aksi. G'ami pul topish. G'ami dunyo. Yurganda ham pul, turganda ham pul, uxlaganda ham pul, tushida ham pul. Tashvishi nima? Pul. Ajibda birodarlar. Birinchi toifadagi odamdan bo'lsangiz ham, ikkinchi toifadagi odamdan bo'lsangiz ham yozilgan rizqni yeysiz. Hayotini Alloh deb o'tkazayotgan odam ham yozilgan rizqni yeydi, oshiq ham emas, kam ham emas. Pul deb yashayotgan, dunyo deb yashayotgan odam ham yozganini yeydi, oshiqcha emas. Faqat birinchi holatda Alloh deyotgan odamni ozgina topgan bo'lsa ham rizqida baraka bo'ladi. Ikkinchi odam dunyo deb yurgan odamni ko'p topsa ham rizqida baraka bo'lmaydi. Birodarlar, pulni qanchaligi muhim emas, pulni qanaqaligi muhim. Shuning uchun qaytaramiz. Alloh uchun qanchalar qadrli ekanligini bilmoqchi bo'lsang, qara, Alloh sen uchun qanchalar qadrli. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Laqitu Ibrohima laylata usriya bi." Isro kechasida Ibrohim alayhisalomga yo'liqdim. Ibrohim alayhisalom payg'ambarimizga aytdi: "Ey Muhammad, ummatingizga mendan salom ayting va xabar bering ularga. Albatta jannatning tuprog'i pokizadir, suvi shirindir. Va anna g'irosaha subhanalloh, valhamdulillah, va la ilaha illalloh, vallohu akbar." Albatta jannatning tuprog'i pokiza, suvi shirin, albatta jannatning ko'chatlari subhanalloh, valhamdulillah, va la ilaha illalloh, vallohu akbar. Mana shu zikrni har bittasini aytar ekanmiz, bizning jannatimizga bittadan ko'chat ko'chiriladi. Qancha ko'p aytasiz, jannatdagi ko'chatlaringiz shunchalik ko'p bo'ladi, bog'ingiz shunchalik keng bo'ladi. Nima to'sadi bizni yurib ketayotganda subhanalloh, valhamdulillah, va la ilaha illalloh, vallohu akbar deyishdan? Nima to'sadi? Demak, Allohni poklash kerak, maqtash kerak, shukr keltirishlik kerak. Bu zikr. Yana Allohning oyatlarini gapirdingiz, bu ham zikr. Koinotdagi mo'jizalarni so'zladingiz, insonning jasadidagi insonning aqlini lol qoldiradigan mo'jizalarni gapirdingiz, bu ham zikr. Bizda endi Allohni zikr qilish deganda faqatgina odamlar tasbih ushlab olib, shuni aylantirib subhanalloh, alhamdulillah deyishni tushunadi zikr deb. Unaqa emas birodarlar. Hayotingiz ertalabdan uyg'onib uxlagunizcha zikr bo'lishi mumkin.
Aytdi-ku, maqsad Allohning rizosi bo'lgandan keyin bosgan har bitta qadamingiz ibodat o'rniga o'tadi. Allohni zikr qilish deganda faqat tasbih o'girishni tushunmaylik. Shariat bo'yicha yurganimiz, harom narsalardan tiyilganimiz shuni o'zi ham zikr bo'ladi. Alloh taoloning qudratiga dalolat qiladigan, uni azamatiga dalolat qiladigan majlis ham zikr majlisi bo'ladi. An Abi Musa radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mathalul ladzi yadhkuru robbahu val ladzi la yadhkuru robbahu mathalul hayyi val mayyiti. Payg'ambarimiz aytibdilar, Robbisini zikr qiladigan, eslaydigan kimsa bilan Robbisini zikr qilmaydigan, eslamaydigan kimsaning misoli tirik bilan o'likning misoli kabidir. Payg'ambarimiz aytibdilar, Allohni zikr qilmabdimi, bu odam o'lik. Abu Musa roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, Rasululloh aytadilar, "Masalul baytillazi yuzkarullohu fihi val baytullazi la yuzkarullohu fihi masalul hayyi val mayyiti." Unda Allohni zikri qilinadigan uy bilan unda Allohni zikri qilinmaydigan uyning misoli tirik va o'likning misoli kabidir. Allohni zikr qilgan odam tirik, Allohni zikr qilmagan odam o'lik deyildi birinchi hadisda. Ikkinchi hadisda uylar haqida gap ketyapti. Bir uy bor, unda Alloh zikr qilinadi. Bu tirik uy. Ikkinchi uy, unda Alloh zikr qilinmaydi, o'lik uy. Endi Alloh zikr qilinmaydigan uyda yashayotgan g'ofillar o'lik ichidagi o'liklar. Bu as-sodiqul masduq bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar bu narsani. Shuning uchun uylarimizda tilovat bo'lsin, ilm majlisi bo'lsin, zikr bo'lsin, uyimiz tirik bo'ladi. Ammo taassuf ayrim hovlilarda, ayrim xonadonlarda buni aksini ko'ramiz. Ertaga kech musiqa, masxaravozlik, tomoshalar, kinolar, seriallar. Zikr bor uy tirik uy, zikr yo'q uy o'lik uy. Zikr agar uni inson unutib qo'yadigan bo'lsa, qalbini o'lishiga sabab bo'ladi. Demak, g'ofillarning qalblari g'ofil bo'lganligi uchun hali tanalari o'lmasdan turib, ularning tanalari qabr bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Robbisidan rivoyat qilgan hadis qudusiyda Alloh taolo aytayapti: "Man zakarani fi nafsihi, zakartuhu fi nafsi." Kim meni o'zini nafsida zikr qilib eslasa, men ham uni o'zimning nafsimda nima qilaman? Zikr qilaman. Sen Allohni zikr qilishing bir narsa, Alloh seni zikr qilishi boshqa narsa. Bu taqqoslab bo'lmaydi buni. Alloh seni zikr qilishi bu nima degani? Senga rahmati bor degani. Seni qo'llaydi degani. Seni panohida aslaydi degani. Seni inoyatiga oldi degani. Sen Allohni eslasang, Alloh seni eslasa, Alloh sen bilan birga bo'ladi degani. Endi Alloh sen bilan birga bo'lsa, senga nima kerak yana bundan boshqa? Zikrning turlari. Birinchisi, Alloh taoloning ismlarini va sifatlarini zikr qilishlik. Alloh taoloning mana 99 ta ismi bor, sifatlari bor. Shuni zikr qilishlik ham zikrning birinchi turi bo'ladi. Ikkinchi turi Allohning amrini zikr qilish. Farzlarni, haromlarni zikr qilish. Mana bu narsani qilishlik farz, mana bu narsani qilishlik harom dedingizmi? U halol, bu harom dedingizmi? Bu farz, bu vojib dedingizmi? Demak, Allohning amrini zikr qildingiz, bu ham zikr. Zikrning uchinchi turi Alloh taoloning oyatlarini, mo'jizalarini, ne'matlarini, in'omlarini eslashlik. Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Agar Allohning bergan ne'matlarini sanasanglar, adog'iga yeta olmaysizlar. Barmog'ingizni izini gapirdingiz. Hech qaysi insonning barmog'ining izi ikkinchi insonga o'xshamas ekan. Demak, Allohni zikr qildingiz. Ko'z issiq sovuqni his qilmasligi va Alloh taoloning bergan mo'jizasi dedingiz. Allohni zikr qildingiz. Miyani ichidagi mo'jizalarni, ilm fani aniqlagan mo'jizalarni gapirdingiz. Allohni zikr qildingiz. Insonni onasining qornida nutfalikdan tug'ilib tushgungacha bu qadar bo'lgan bosqichlarni gapirdingiz. Demak, Allohni zikr qildingiz. Demak, birodar,
atrofingizda turgan mo'jizalarni, alomatlarni gapirishligingiz ham Allohni zikr qilishingizga kiradi. Bir kishi Ka'bani tavof qilmoqchi bo'ldi-da, zikr qildi, aylandi, lekin sanoqni esdan chiqarib qo'ydi. Ka'bani aylanyotib turib, shavtlarni, sanog'ini unutib qo'ydi. Kelib shayxiga aytdi. Tavof qilayotgandim, necha shavt qilganim esimdan chiqib qoldi. Shayx aytdiki, baytni Robbisini tavof qilsan, ammo baytni tavof qilmabsan dedi. Haligi odam yana qaytib Ka'bani oldiga keldi-da, bu safar tavofni sanog'iga qattiq e'tibor qildi. Shavtlarni qattiq sanadi. 7 marta aylandi. Ammo Allohni zikr qilish unutib qo'ydi. Kelib shayxidan so'radi. Shu ish haqida. Shayx unga, "Bolam, sen baytni tavof qilsan, ammo baytni Robbisini tavof qilmabsan" dedi. 3-marta borib turib, zikrni ham mahkam ushladi, sanoqni ham aniq qildi. Keyin qaytib kelganida shayx aytdiki, "Mana endi sen baytni ham tavof qilding, baytni Robbisini ham" dedi. Imom G'azzoliy aytadi, Qur'oni Karimning eng oliy darajadagi zikri, eng oliy darajadagi savobi masjidda, namozda tik turib uni tilovat qilish. Biz shuni qilyapmiz hozir. Masjiddamiz, namozdamiz, tik turib Qur'on tilovatiga quloq tutyapmiz. Eng oliy zikr, eng oliy savob mashi bo'lyapti. Bundan keyingi darajasi faqat qalbi bilan zikr qilishi, doim qalbida turishi. Undan keyingi darajasi faqat tili bilan zikr qilishligi. Qo'lida davlati bor akalar xayrli ishlarga dunyosini sarflaydi. Alhamdulillah, Alloh qabul qilsin. Biz aytamiz, buni siz qilganingiz yo'q. Bu savobli ishni Alloh sizga qildirdi. Alloh qalbingizga solmasa ilg'ligini, muhabbatini siz 1 so'm sarf qila olmasidingiz. Alloh qildirdi sizga. Alloh sizni esladi, qalbingizga yumshoqlik soldi, keyin qildingiz deymiz. Shuning uchun men qildim demang, Alloh menga qildirdi deb fazilni o'ziga qaytarib turing. Alloh doim sizni shu ishda ishlatadi. Endi diqqat qilinglar. Ulamolar aytishadi, bandaning Allohni zikr qilishligi ikkita zikrga o'ralgan bo'ladi. Bandaning Allohni zikr qilishligi ikkita zikrga o'ralgan bo'ladi. Avvalambor, Alloh seni eslaydi. Shundan keyin sen uni eslaysan, keyin Alloh seni yana eslaydi. Seni Alloh eslaydi. O'shuning uchun Allohni seni eslaysan. Allohni eslaganingdan keyin Alloh seni yana eslaydi. Alloh seni eslagani uchun qalbingga muhabbatini soldi, shuning uchun zikr qilding. Tushundinglarmi? Boyagi boyni ham Alloh esladi, shuning uchun uni qalbiga ilg'li tushdi, savobli ishni qildi, keyin Alloh taolo yana esladi shu bandasini. Demak, Allohni zikr qilmasdan yurgan g'ofil bandalar, Alloh ularni eslab ham qo'ymayapti. O'shuning uchun bir marta Alloh demayapti ular. Biz Allohni zikr qilishligimiz uchun ham Alloh taologa hamd sano aytishimiz kerak ekan. Parvardigor, sen meni eslamasang, men zikr qila olmas ekanman seni. Alloh sizni esladi, siz esladingiz Allohni, keyin Alloh sizni yana esladi. Demak, bandaning Allohni zikr qilishi ikkita zikrning o'rtasida turar ekan. Alloh qalbimizni ilitganligi uchun zikr aytamiz ekan. Shuning uchun, ey, zikrdan uzoq yurgan g'ofil birodarlar, Alloh sizlarni eslamayapti ekan. O'shuning uchun sizlar kunduzda subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar deya olmayapsizlar ekan. Fadhkuruni azkurukum. Meni eslanglar, meni zikr qilinglar, men ham sizlarni zikr qilaman. Maqtov zikri bor. Subhanalloh valhamdulillah va la ilaha illalloh vallohu akbar desiz, Allohni maqtagan bo'lasiz. Duo zikri bor. Robbana zalamna anfusana va illam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal khosirin desiz, duo bilan zikr qilgan bo'lasiz. Xulosa, zikr haqidagi bu darsimizning qiymati uning tatbiqi bilan bo'ladi. Bu darsimizning qadr qiymati uning tatbiqi bilan bo'ladi.
Siz zikrni qancha ko'p qilasiz, qalbingiz bilan qilasiz, demak bu darsdan sizga foyda bo'ladi. Banda uyquga yotishdan avval ham, keyin ham duo qilsin. Bir ishga kirishda ham, tugatganda ham duo qilsin. Oyoq kiyimini kiyib yechganda ham duo qilsin. Yeganda, ichganda, tugatganda ham duo qilsin. Har holatda Allohga duo qilishing seni birodar zokir ekanligini belgisi. Bismillah deding. Alloh men bilan birga deding. Alloh meni ko'rib turibdi deding. Demak sen zokirlardansan. Qur'on o'qiding yoki eshitding. Sen zokirlardansan. Amr ma'ruf qilding, demak sen zokirlardansan. Ilm majlisiga kelding, demak sen zokirlardansan. Allohning roziligini istab qimirlading va Allohni esladingmi? Demak sen zokirlardansan. Allohni zikr qilish, Allohning zikri ibodatlarning asl maqsadidir. Obid bandalarning eng ulug' amali Alloh taoloning zikridir. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum.